Jentramizni ishi bitdi. Avtomat korobka, kondisioner yoqilgan holatda. Taxometrni ahamiyat berib kuzatsanglar bo'ladi. Kondisioner yonib o'chib ishlaydigan sistema, ya'ni freonni davleniyasiga qarab turib va испаритель temperaturasini kuzatgan holatda yonib ishlaydi. Hozir mashinada ishlab turibdi, taxometrga ahamiyat beringlar. Даже qimirlamasdan ishlaydi. O'zini kelgan holatida skachga boradi. Va mashinaning tosh dinamikasini ham dinamichni qilib berdik. Kondisioner sezmasdan harakatlanadi. Hozir sezon hammada svetofordan qo'zg'alib yuraman desanglar, mashinani ushab turib keyin qo'yib yuboradi. Nimadir orqadan tortib turgandek bo'ladi. Ana shunaqa narsalar bo'lmaydi. Xuddi kondisioner yoqilmaganda qanaqa yuradi mashina, xuddi shunaqa dinamichni tortib ketadi mashina. Kondisioner ishlashini qaranglar. Bir tekis ajoyib bo'lib ishlab turibdi. Переключениямыз ham gazda turibdi. Stak 200 GoFast komplektatsiya 01 original injektorlar bilan. Mashalloh ishlashini qaranglar. Agar siz ham mashina shunaqa ishlashni xohlasangiz, bizga murojaat qilsangiz, men pastda raqam qoldirib qo'yaman, vaqt soatini belgilab ishlarni hal qilib ketsanglar bo'ladi. Ya'ni sizni haydash yurish reaksiyangizga moslashtirib beramiz. Mashina chotki, gazli nastroykalarini ham chiqazdik, test drive qilib. Egalari hozir endi o'tirib haydasalar, syomka olish uchun men rulovoy tomonga o'tib oldim, lekin mashinani haydaganim yo'q. Chunki nimaga? Bu mashinani haydash huquqi menga berilmagan. Так что agar haydaydigan bo'lsak, remellarni taqib olib, kafolojni haydaymiz. Bu ham mashinaning egasi yonimda bo'lsalar haydashimiz mumkin. Atak hozircha syomka olish uchun mana oldingi o'rinni o'tirib olib, просто taxometr ko'rsatib bermoqchiman sizlarga. Chotki ishlashi. Kelibdi, gaz beraman, tekshirib ko'ramiz. Kondisioner ishlab turibdi. Mana ko'rishinglar mumkin. Yana bitta gaz beramiz, ketdik. Hoppa. Fokus to'g'rilab olsak. Voy, mashalloh, kondisioner ishlab turganini qaranglar. Taxometr chotki joyiga kelib to'xtaydi. Murojaat qilaverasizlar. Sizlar ham mana like shundoq bosib, podpisatsiyani bosib qo'ysangiz, bizga obuna bo'lib qo'ysanglar, manfaatli videolarni sizlarga chiqarishdan to'xtamaymiz. Kutib qolamiz, sizlar salomat bo'linglar.